Зебо, саған бір сұрау берсем бола ма? Сенің пікіріңше дүния қандай болуын қалайтын едің? Mening dunyom etaknamo bo'lishini xohlar edim va men unda malikalar kabi yashar edim. Zahro, sening fikringchi? Men allaqachon o'zim xohlaydigan dunyoda yashayapman. Wi-Fi bor, tushgacha uxlasam. Faqat idish-tovoqlarni biz ikkalamiz emas, faqat sen yuvsang. Keling tek үшеуміздің емес, басқа балалардан пікірін естіп көреміз. Dunyoning qanday bo'lishini qalay edingiz? Hamma odam yaxshi bo'lsin, bunday честно, добрый bo'lsin. Я бы хотела, что этот мир был весь шоколадным. Вилли Вонка. Ұрсыз жақсы. Жақсы болу керек, андай кібіршілік жоқ болу керек. Do'stim, men kibir emasman. Superheroylar bor bugun. Bu Kaliven. Sizning fikringizcha dunyo qanday bo'lishi kerak? Добрый, чистый, добрый, дружелюбный. Qishloq yomg'iri multiginday bo'lu qalayman. Ovqatlar ko'p, osmondan javotda. Boshqa saboqlarni kunda donatsiya bo'lgan qalayman. Nice. Sizcha, sizning fikringiz qanday? Kommentariy bo'limiga yozib qoldiring. 1-iyun xalqarалық балаларды қорғау күні менен barcha balalarni qutlaqlaymiz.